bundanda yuksak, bundanda bardavom bo'lsin. Kelajakda olim bo'lib, ko'pgina shogirdlarning qadrdon ustozi bo'lib yetishishingizga tilakdoshman. Barchangizga rahmat. Kelajakda bo'lajak doktorlar, professorlar, buyuk direktorlar, ajoyib ko'rlar bu raqobat emas, sudlashuv uchrashuvi. Bu darsni tashkil etgan ustozimiz Sayroqo'ya chuqur minnatdorchilik bildiraman. Bunday darslar yanada ko'proq olishlar tilakdosh. Maxsus pedagoglari bolalar salomatligi yo'lida birlashamiz.